aynan mana shu Zaporojda siz Amerikaga borgan bo'larmidingiz? Aynan mana shu xayolparast akam ketyapti ekan. Haqiqatan Amerikaga ketyapsizmi? Ha, Amerikaga. O'yinni ko'rishga, futbolni ko'rishga. Futbol ko'rgan, xudo xohlasa, nasib. Hech narsasiz Andijondan Aha. chiqqan. Zaporojda niyat bor mana, o'zim ketyapti. Xolis Niyat niyat. bor. Boramizmi, bormaymizmi qiziq emas, просто maqsad sari qadam tashib. Hech narsa yutkazmaymiz, lekin maza qilyapmiz safar. Videolaringizni ko'ryapman, lekin yoryapsiz. Tuning House'dagi Dilshod aka ham bilet naqd deb qo'yganiga vashcha mazza qildim. Ha, u anaqa qilgan, lekin u maqsadda emas. O'zimiz safarga xolis chiqdik. Lekin mashina umuman buzilgan yo'q. Yaqinda Nodir aka bilan ko'rishdik-da. Ustoz bilanmi? Qarang. Sizda bitta narsani o'ylayapman-da, sizda hozir viza yo'q, lekin Bolgariya chegarasiga ketyapsiz hozir. Qanday o'tasiz? Shu narsa o'ylantiryapman meni. Nasibda u vizasiz ham borsa bo'ladi. Alloh nasib qilsa borsa bo'ladi. Agar viza bo'lib turib, Alloh nasib qilsa bora olmaydi. Puli bo'lib turib, viza bo'lib turib, bizda juda ko'p narsa yo'q edi. Hozir bitta viza qoldi xolos. Qolgan narsalarni hammasini hal qildik. Vizasiz o'tgan odamni masalan eshitmaganman. Agar o'tsangiz, ilohim o'tib keting. Agar o'tsangiz, birinchi eshitgan odamim siz bo'lasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bitta narsani aytmoqchiman sizga. Sizlarda bitta gap bor. Vodiydansizku 60 partiyani ko'rsatib qo'ying. Sizlar vodiydansizku. Voqea, butun 9 ta voqea 3 ta vodiy bo'la olmaydigan degan gaplaringiz bor-da. Shuni sinab ko'rmoqchiman. Davaydi mana shu videoga polni voqaliklar like bosamiz, vodiyliklar komment yozsin. Lekin men o'zi meni auditoriyamda voqaliklar ham juda ham ko'p. Voqea ham meni podдержка qilib beradi lekin. Ko'ramiz. Voqaliklar like bossin, vodiyliklar komment yozsin. Kim qaysi viloyat aktivligini o'shanda bilamiz-da, voqami vodiy. Aka, kommentariya yozib, like bosib, qo'llab-quvvatlasangiz musofirda. Bizda shu mushkulimizni oson bo'lishiga yordam berishadi-da, shu albatta. Xohlasa biz ham bir kuni 1 million bo'lib ketamiz. Mana shu jigarni oldindan kuzataman deb turib, hali nima desam bo'ladi, faxrlanib yuradigan darajaga yetamiz. Nima deysiz? O'zbekistonda yuzini qaratmayapti. Qimorda reklama qilganmiz yo'q. Qimorda. Eng qizig'i, odamlar ham hayron qolyapti. Albatta. Turkiya yoqdimi? Zo'r. Amerikada ko'rishguncha jigar.